va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Ommaviy ravishda Zelenskiyga ukrainaliklar haqida kutilmagan yangilik aytildi. Baku va Yerevan ilk bor chegara uchastkasi bo'yicha kelishib oldi. Armaniston TIV. Chiqish yo'q. NATOning sobiq maslahatchisi G'arbning Ukraina bo'yicha vahimasi haqida gapirdi. Abdullohyon Isroil dronlarini o'yinchoqlarga qiyosladi. Chasov Yar ham xavf ostida. Bu shaharni yo'qotmaslik Ukraina uchun nega bunchalik muhim? Ommaviy ravishda Zelenskiyga ukrainaliklar haqida kutilmagan yangilik aytildi. Ukrainaliklar AQSh ulardan o'z urushida go'sht sifatida foydalanayotganini anglab yetdi. Shuning uchun ular ommaviy taslim bo'lishni boshlab safarbarlikdan qocha boshladi, dedi amerikalik huquq himoyachisi Ajamau Baraka. Ukrainaliklar AQShning geostrategik manfaatlari yo'lida halokatga tayyorlanayotganliklarini nihoyat anglab yetdi. Buning oqibati frontda ommaviy taslim bo'lish va odamlarning harbiy xizmatga chaqiruvidan qochishiga olib keldi, deb yozdi Baraka X ijtimoiy tarmog'ida. Ukrainada 2022-yil 24 fevraldan boshlab harbiy holat rejimi joriy etildi. Ertasi kuni Vladimir Zelenskiy umumiy safarbarlik to'g'risidagi farmonni imzoladi. Harbiy holat davrida 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklarga mamlakatdan chiqib ketish taqiqlandi. 16 aprel kuni Ukraina qurolli kuchlariga chaqiruv shartlari yangi qonun loyihasini qabul qilish orqali kuchaytirildi. Unga ko'ra harbiy xizmatni o'tashga majbur bo'lganlar o'zlari bilan doimo harbiy guvohnomani olib yurishlari va uni harbiy komissariyat va ichki ishlar organlari xodimlarining talabiga binoan taqdim etishlari shart. Hujjatda demobilizatsiya muddati ko'rsatilmagan. Bir qator deputatlarning noroziligiga sabab bo'lgan mazkur band hujjatdan olib tashlandi. Ukraina armiyasiga yollash ko'pincha majburan amalga oshiriladi. Harbiy komissariyat xodimlari jismoniy kuch ishlatib, qonunga xilof harakatlar qiladilar. Ko'pincha Kiyev rasmiylari safarbarlik rejasini amalga oshirish uchun harbiy xizmatga majbur bo'lganlarni kaltaklaydi yoki o'g'irlaydi. Baku va Yerevan ilk bor chegara uchastkasi bo'yicha kelishib oldi. Armaniston TIV. Armaniston va Ozarbayjon 1-marta o'rtadagi chegaraning bir qismi qanday o'tishini kelishib oldi. Bu haqda Armaniston TIV xabar berdi. Tomonlar 4 aholi punkti o'rtasida chegara chizig'ining alohida uchastkalarini o'tkazish to'g'risida oldindan kelishib oldi va bu uchastkalarni Sovet ittifoqi parchalangan paytdagi chegaraga moslashtirishga erishdi, deyiladi xabarda. Ozarbayjon buni tasdiqlagan. Ushbu kelishuv natijasida Yerevan 1990-yillarning boshidan beri Armaniston nazoratidagi Taush viloyatida joylashuv 4 ta qishloqni Ozarbayjon nazoratiga o'tkazadi. Shuningdek, chegarani delimitatsiya qilish va xavfsizlik bilan bog'liq xavf-xatarlarning kamayishiga erishiladi. Baku va Yerevan yaqin kelajakda qo'shinlarni kelishilgan uchastkalardan va u yerdagi stansiya chegara xizmatlaridan olib chiqishga kelishib oldi. Chiqish yo'q. NATOning sobiq maslahatchisi G'arbning Ukraina bo'yicha vahimasi haqida gapirdi. Kiyevning g'arbiy ittifoqchilari Ukrainadagi mojarodan qanday chiqishni bilmaydi, dedi Shveysariya razvedkasining sobiq ofitseri va NATO maslahatchisi polkovnik Jak Bo YouTube'dagi Daniel Davis Deep Divide kanalga bergan intervyusida. G'arbda chiqish strategiyasi yo'q, Ukrainada ham chiqish strategiyasi yo'q. Bundan tashqari Ukraina hali ham g'alaba qozonishi mumkinligi haqida ma'lum bir o'zini aldash mavjud, dedi u. Buning so'zlariga ko'ra, mojaro boshidanoq G'arb Rossiyani sanksiyalar orqali yo'q qila olishiga ishongan. Shu bois u jang maydonida g'alaba qozonish haqida xayoliga ham keltirmagan. Bundan tashqari uning qo'shimcha qilishicha, Ukraina qurolli kuchlari uchun vaziyat kundan kunga yomonlashmoqda. Rossiya armiyasi esa asta-sekin oldinga harakat qilmoqda. Mart oyida Rossiya prezidenti Putin jurnalist Kiselyovga Rossiya 1 va RIA Novosti uchun bergan intervyusida G'arb davlatlari Ukrainada maxsus harbiy operatsiya boshlaganidan so'ng Rossiyani tugatish haqida o'ylaganini, ammo ular rus xalqining birligi, Rossiya moliyaviy iqtisodiy tizimining barqarorligi va Rossiya qurolli kuchlarining kuchayib borayotgan imkoniyati oldida kuchsizlikka duch kelishganini ta'kidladi. Abdullohyon Isroil dronlarini o'yinchoqlarga qiyosladi. Eron tashqi ishlar vaziri Husayn Amir Abdullohyon Isfahon osmonida urib tushirilgan Isroil uchuvchisiz samolyotlarini bolalar o'yinchoqlariga qiyosladi. Bu haqda u Amerikaning NBC telekanaliga bergan intervyusida so'z ochdi. Kecha sodir bo'lgan voqea zarba emas edi. Ular bizning bolalarimiz o'ynaydigan o'yinchoqlarga o'xshardi. Ular dronlar emas, deydi u. Eron vaziri bilan suhbat Nyu-Yorkda bo'lib o'tdi. Abdullohyon u yerda Falastinning tashkilotga kirishi masalasi bo'yicha BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishida ishtirok etdi. Jurnalistlar bilan suhbat Abdullohyon Eron o'yinchoq hujumiga javob bermoqchi emasligini aniq aytdi. Bizning manfaatlarimizga qarshi yangi Isroil sarguzashtlari bo'lmaguncha bizda yangi reaksiya bo'lmaydi, dedi u. Shu bilan birga Abdullohyon Isroilni Eronga hujum uyushtirishdan ogohlantirdi hamda javob yashin tezligida va shiddatli bo'lishini qo'shimcha qildi.
Agar Isroil mening mamlakatimga qarshi qat'iy choralar ko'rsa va bu bizga isbotlansa, bizning javobimiz darhol va maksimal darajada bo'ladi va ularni pushaymon qiladi, deydi u. Chasov Yar ham xavf ostida. Bu shaharni yo'qotmaslik Ukraina uchun nega bunchalik muhim? 2021-yil qish Rossiya va Ukraina o'rtasidagi keng ko'lamli urushgacha hali 1 yil bor. Ammo Chasov Yar allaqachon harbiylar bilan to'lgandi. Bu yerda sovetlar davrida qurilgan 5 qavatli uylar va sanoat korxonalaridan iborat aholi zich yashaydigan hududdan uzoqroqda birlashgan kuchlar operatsiyasi shtabi joylashgan. Bu esa Donbassdagi oddiy shaharchani kuchli istehkomga, Ukraina armiyasi qal'asiga aylantiradi. Endi 2024-yil bahorida Rossiya qo'shinlari Chasov Yarga juda yaqin kelib, uni aviazarbalar bilan yakson etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Sirskining ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya rahbariyati ushbu shaharni o'zi uchun muqaddas sana hisoblangan 9-may g'alaba kuniga qadar egallash vazifasini qo'ygan. Agar o'tmishdagi qo'mondonlardan kimdir Donbass dashtlarida qal'a qurishni istab qolganida, buning uchun Chasov Yardan yaxshiroq joyni topa olmasdi. Bu atrofdagi yuzlab kilometrlik radiusga ega eng baland nuqtadir. Shahar joylashgan tepaliklar uni janub va sharqqa himoyalab turadigan mudofaa devorlari vazifasini bajaradi. Bu yerdagi eng baland nuqta 247 metr. Masalan, qo'shni Konstantinovka, Druzhovka, Slavyansk va Kramatorsk kabi shaharlarning eng baland joylari 100 metrdan 125 metrgacha boradi. Rossiya 2014-yilda Donetskni okkupatsiya qilganidan keyin bu shaharlar aglomeratsiyasi amalda Donetsk oblastining Ukraina nazoratida qolgan qismi uchun ma'muriy markazga aylandi. Bu yerda sanoat korxonalari rivojlandi, temir yo'llarni ham o'z ichiga oladigan transport tuguni barpo bo'ldi. Chasov Yar va Konstantinovka va Kramatorskka yaqinligi tufayli uni ushbu aglomeratsiyaning darvozasi deyish mumkin. Keng ko'lamli urush boshlanmagunicha bu yerda 13 ming atrofida aholi yashagan. Ammo 2024-yil aprel oyi o'rtalariga kelib, shaharda 700 nafarga yaqin kishi qolgan, deb ma'lum qilgan BBC Ukraina xizmati bilan suhbatda shahar rahbari Sergey Chaus. Shundan 80-85% keksa yoshli kishilar, ular evakuatsiyadan bosh tortishgan. Ular keltiradigan asosiy argument bu mening uyim, men shu yerda tug'ilganman va shu yerda o'laman, o'ldirsa o'ldirsin, deya izohlaydi shahar harbiy ma'muriyati rahbari. 2023-yil fevraldan buyon Chasov Yarda gaz, ichimlik suvi, elektr ta'minoti yo'q. Mobil aloqa ham yaxshi ishlamaydi. Bu yerda qolgan odamlar generatorlar va quduqlardan olinadigan suv evaziga kun kechirmoqda. Chasov Yardagi ko'p qavatli binolarning barchasi otishmalar oqibatida u yoki bu darajada shikastlangan. Shundan 80% qismi og'ir ahvolda, degan Chaus. Shahar mudofaasidagi ukrainalik harbiy xizmatchilarga ko'ra, rossiyaliklar ko'pincha banzai hujumlardan foydalanmoqda. Zirhli texnikalar yoki boshqa transportlarning kichik kolonnalarda tezlik bilan belgilangan maraga yetib kelishga harakat qilmoqda. Ularning katta qismi yo'q qilinmoqda, ammo omon qolganlar egallagan pozitsiyalarda joylashib olmoqda. Aprel oyi o'rtasiga kelib, rossiyaliklar Chasov Yar hududida qolayotganini tasdiqlovchi tasvirlar yo'q. Ammo bu ushbu yo'nalishdagi vaziyat Ukraina qurolli kuchlari uchun yaxshilanib qolganini anglatmaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.